Ko'rinibam yaxshigina. Men endi blogerlikni boshlatganimda dada sizga kimlardir gapirganmidi? Ha, qo'y qizing nima ham bo'lardi, undan erga ber, kim ham nima qilardi deb so'qimday katta o'g'illari bor odamlar gapirganda yig'ishtirsin. Qizing blogerlikda bo'lmaydi deganlarni ko'chasiga olib kelamizmi dada? Shu ko'chasi qayerda edi? Bu odam bo'lmaydi, shu blogerlik ham ishmi deb vaqtida gapirganlar bo'lganda, shular ko'chasiga sekin o'tib kelamizmikin? Hech kim o'zi ishonmaganda ham, mana dadam ukamgacha urishardi, qo'y ishing bo'lmasin, qilsin. Nimani xohlayotgan bo'lsa shuni qilsin deb dadam bilan ayam menga motivatsiya berardi-da. Esingizdami dada? Shuning uchun endi aylantirib yuribman-da. Hali bu moshin bitta-ku, xudo xolasa oilada 5 tamizmi? 5 ta moshin qilamiz. 5 ta. Odamlar o'tavering. Bemalol. Xullas, nima demoqchiman bu gapim bilan? Umuman harakatdan to'xtamaysizlar. Uchasi mana shu yerga qo'yaman, mana shu uchastkavlar oldiga qo'yaman shuni. Mana shularmidi? Odam bo'lmaydi qizingiz degan uchastkavlar gapirmagan-a?